Yerim ko'p uradi, bolalarim uchun chidayman, oxirida ajrini olarman, bolalarim otasizmas. Bir ayol bor ekan, 8 ta farzandli. Yeri ichib kelib, ayoli do'p bosar ekan. Har safar ona kaltak yeganda bolalari uyi har tarafiga quloqini bekitib yig'lab qochar ekan. Bolalar katta bo'libdi, otasi bilan. Har safar onaga qarab, "Rahmat ona, otamga chidagansiz. Bizni otasiz qilmagansiz" deydi deb o'ylaysizmi? Yo'q. Shu alkash eringizni sevganingiz uchun chidagansiz-da ona, shuncha kaltakka. Shu ajrashib ketsangiz bo'lardi-ku, nima sizga xalaqit bergan? Siz sevgansiz, har safar qaytib kelavergansiz, deyishibdi. Balki o'sha alkash otamizdan ajratganingizda biza onamizni kalta yeganini, otamizni ichib kelayotganini ko'rmasdan katta bo'larmidik, hayotimiz boshqacha bo'larmidi, deyishibdi. Xiyonatga chidash mumkin, yo'qchilikka chidash mumkin, kaltakka chidamang ayollar, keting.